Birodar, ismingiz nima? Mening ismim Azulti Misha. Mening savolim quyidagicha: Islom dunyoning dini ekanligi bir necha bor aytilgan. Va keyin men Qur'onning 47-surasining 4-oyatini topdim va sizga iqtibos keltirmoqchiman. 47-surasining 4-oyatida nima deyilgan ekan? Imonsizlar bilan uchrashganingizda boshlarini kesib tashlang. Ularni zaiflashganda kishanlarni mahkamlang. Va keyin rahm qiling yoki urush tugaguncha to'lovini oling. Agar Alloh xohlasa, ulardan o'zi o'ch olar edi, lekin u sizlardan ba'zilaringizni boshqalar orqali sinab ko'rmoqchi edi. U Allohning yo'lida o'ldirilganlarning qilmishlarini hech qachon behuda qilmaydi. Agar islom dunyoning dini bo'lsa, unda nega Xudo sizning e'tiqodingizni baham ko'rmaydiganlarni o'ldirishingizni talab qiladi? Juda yaxshi savol. Birodarimiz Muhammad deb nomlangan 47-surasining 4-oyatidan iqtibos keltirdi. Biroq u ushbu oyat joylashgan kontekstga e'tibor bermadi. U Qur'ondan iqtibos keltirdi. Imonsizlarni uchratganingizda ularning boshlarini kesib tashlang. Biroq bu iborada jang maydoni haqida hech narsa aytilmagan. Agar siz avvalgi oyatlarni diqqat bilan o'qib chiqsangiz, unda imonsizlar bilan urush haqida gap ketayotganini ko'rasiz. 4-oyat shunday deydi: Urushda, jang maydonida kofirlarni uchratganingizda, ularning boshlarini kesib tashlashingiz kerak. Men sizga savol beraman. Agar o'g'ri sizning uyingizga kirsa, nima qilgan bo'lardingiz? Siz unga bir piyola choy berardingizmi? Yo'q, u butunlay boshqa narsani nazarda tutgan. Siz unga bir piyola choy berardingizmi? Aytaylik, qaroqchi yaqin insoningizni zo'rlamoqchi bo'lsa, siz nima qilardingiz? Men u bilan jang qilardim. Nima uchun? Agar siz tinchlikning tarafdori bo'lsangiz, qaroqchi uyingizga kelib, yaqinlaringizni zo'rlamoqchi bo'lsa nima qilardingiz? Men u bilan jang qilaman. Va yana sizga boshqa savolim bor. Yana qanaqa savol? Chunki men ko'rdim, janob. Bu oddiy kontekstda emas. Birinchi oyatni o'qing. Birinchi oyat bilan boshlang. Sura quyidagi so'zlar bilan boshlanadi. U imonsizlarning qilmishlarini behuda qildi va boshqalarni Allohning yo'lidan adashtirdi. U gunohlarni kechirdi va iymon keltirgan va solih ishlarni qilganlarning ahvolini to'g'riladi. Keyin oyatda urush haqida gap yuritiladi. Allohning aytishicha, imonsizlar bilan urush boshlanganda va siz ular bilan jang maydonida uchrashganingizda qo'rqmang va ular bilan jang qiling deyilgan. Men sizga savol beraman. Agar Nigeriya boshqa mamlakat bilan urush boshlasa, Nigeriya armiyasining qo'mondoni askarlarga qo'rqmanglar, ular bilan jang qiling va ularni o'ldiringlar deydi. Yoki ular askarlarni o'ldirish uchun kelganlarda ularga bo'yningizni tutib turinglar demasa kerak. Bu qanday bema'nilik? Janob, savol berishimga ijozat bering. Javobimni yakunlashga ijozat bering. Siz savol berdingiz. Endi siz tuzoqqa tushganingizni bilasizmi? Endi javobni yakunlashga ijozat bering. Bu yerda jang maydoni haqida gap ketadi. Jang maydonida sizni o'ldirish uchun kelgan dushmanlarni yo'q qilish tabiiy va adolatli. Bu tinchlikni saqlash uchun kerak. Xo'sh, Nigeriya politsiyasi nima qiladi? Shubhasiz, uning maqsadi mamlakatda tinchlikni saqlash, shunday emasmi? Nima uchun ular qurol olib yurishadi? Bu tinchlikni buzishga intilayotganlarni to'xtatish uchun hamda zo'ravonliklarni bartaraf qilish uchun oxirgi chora sifatida ishlatiladi. Siz tushunyapsizmi? Bu shuni anglatadiki, siz dunyoga tahdid solayotganlarga, jinoyatchilarga qarshi kuch ishlatishingiz mumkin. Bu asosiy qoida va har bir mamlakatda unga rioya qilish uchun politsiya va armiya mavjud. Agar Nigeriya tinchlikka intilmaydi, chunki uning politsiyasi bor deb o'ylasangiz, adashasiz. Aslida, bu politsiyani yaratishga sabab bo'lgan tinchlik istagi edi, shuning uchun u yerda politsiya mavjud. Xuddi shunday, Xudo Qur'onda dushmanlar jang maydonida sizga hujum qilganda, qo'rqmang, balki ularning boshlarini kesib tashlang deb aytadi. Xo'sh, buni nimasi yomon? Biz Qur'onga to'liq amal qilishimiz kerak. Al-Mayda surasining 5-bob 32-oyatida aytilishicha, agar biror kishi nohaq odam o'ldirsa, xoh musulmon bo'lsin, xoh nasroniy, agar kimdir o'zini himoya qilish yoki yovuzlikning yanada tarqalishining oldini olish uchun odamni o'ldirmasa, u butun insoniyatni o'ldirgan hisoblanadi deyilgan. Bu Qur'onning bir qismi hisoblanadi. Bu ikki oyat bir-biriga zid kela olmaydi. Bu shuni anglatadiki, bu odamlar mamlakatda notinchlik tarqatishadi. Siz tushunyapsizmi? Shuning uchun siz mamlakatda tinchlikka tahdid solayotganlarga kuch ishlatishingiz mumkin. Siz tushunyapsizmi? Biroq har qanday begunoh odamning o'ldirilishi butun insoniyatning o'ldirilishi bilan barobar deb aytildi. Shunday qilib, muqaddas Injil kitobida begunoh odamni o'ldirish butun insoniyatni o'ldirgan bilan barobar degan oyat mavjudmi? Muqaddas Injilda Qur'oni Karimning biron bir oyati mavjudmi? Qaysi biri yaxshiroq? Bilmadim. Albatta Qur'on.
Qur'onda aytilishicha, agar siz biron bir begunoh odamni, xoh musulmon bo'lsin, xoh musulmon bo'lmagan odamni qutqarsangiz, bu butun insoniyatni qutqarishga teng bo'ladi. Muqaddas Injil kitobida bunday oyat bormi? Xo'sh, endi qaysi yaxshiroq ekan? Shu bilan birga, jang maydonida dushmanlar kelib, tinchlikni buzganda, ularga qarshi kurashing va ularni muammosiz o'ldiring. Siz tushundingizmi? Ha, men tushundim. Endi siz Qur'onda tinchlik haqida nima deyilganini tushundingizmi?